Kasbi tumanidagi Qamashi qishlog'i Qashqadaryo viloyatidagi ko'hna maskanlardan biri hisoblanadi. Chunki bu azim qishloq vohada nafaqat qadimiyligi, shuningdek, ko'p millatli aholi vakillari yashashi, madaniyati va qadriyatlari bilan ajralib turadi. Bugungi ko'rsatuvimiz ana shu ko'hna qishloqning tarixi haqida. Qishlog'i viloyat markazi Qarshi shahridan 30 kilometr janubi sharqda joylashgan. Qishloq tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Bu haqda Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Qamashi qishlog'i. Ana shunday katta qishloqda turibmiz. Bu qishloqning tarixi juda uzun. Borib oldingi 1000 yillikka borib taqaladi. Bu qishloqning aholining ko'chib kelishi, bu yerda asli erlik aholisi bo'lmagan, aholi turli joylardan ko'chib kelib, Qashqadaryo quyonasida o'zi ko'p qishloqlar shu ko'chib kelish Arabistondan, Afg'onistondan, Hindistondan, Tojikiston hududlaridan kelib aholi joylashib qolib, mana shu yerda top aholiga aylanib qolgan. Xorazmdan ko'chib kelishgan. Bu qishloqda ayni paytda 20 mingdan ortiq aholi yashaydi. 4 ta o'rta maktabimiz bor. Bitta kollejimiz bor, bugun texnikum bo'lib ishlayapti. 5 ta mana shu o'quv markazimiz bor. Bog'chalar bor. Bundan tashqari bitta mana davlat hisobidagi bog'chamiz bor. Undan tashqari xonadonlarda tashkil qilingan 10 ga yaqin bog'chalarimiz bor. Bizning bozori bor, yangi masjidimiz bor, o'zimizning bozorimiz bor. Hammasi o'zimizda. Biza endi buni qaraganda qadimdan Qamashi qishlog'ida turkiy elat va qavmlarning avlodlari yashab kelgan. Qamashilik tarix fani o'qituvchisi Qamar Botirov o'z esdaliklarida ona qishlog'ining nomi Qamashi qavmi nomidan kelib chiqqan degan fikrni bildirib o'tgan. Qamashi qishlog'i juda katta. Bugungi kunda 20 mingga yaqin aholi yashaydi. Bu aholilarning hammasi mana shu 5-6 asrlardan oldinroq bu yerga turli xil joylardan ko'chib kelgan bo'lib, ular Arabistondan ko'chib kelgan. Qamashiliklar bugun 19-asrda yashab o'tgan bobolari Mulla Ro'ziboy Oxun bilan faxrlanishadi. O'z davrining yetuk, ziyoli kishisi bo'lgan Ro'ziboy Oxun shoir sifatida nafaqat Qamashida, balki kasbi hududlaridagi qishloqlarda ham mashhur bo'lgan. Hozirda qamashiliklar u kishi yashagan uy va hovlini obod go'shaga aylantirib, o'ziga xos ziyoratgoh tashkil etilgan. Qishloqdagi ko'plab tadbirlar ushbu muqaddas maskanda o'tkazilar ekan.